tarafdan bir xil tomosha bo'ladi bolalar. Avvaliga orqa balondan bosib o'tishga harakat. Mashina bosib o'tyapti. Bardosh bersa qarshi olsangiz bo'ldi. Tayyormi? Alloh yor bo'lsin. Ketdi bosib. Bosdik Shopir aka. Qarsiylar bilan baraka. Rahmat. Tayyormi? Alloh yor bo'lsin. Ketdi bosdik. Ketdi. Qarsiylar bilan barakalloh. Voy. Orqa yo'l o'ring. Mazza qilib odam bosgan ekansiz, ha? Ha, staj bor ekan, ha? Qo'llarni ventilyator qilib yuboryapsiz o'zi ham. Qo'llardan bosib o'tgan bo'lsa, o'zi uchun aziz bo'lgan oyoqlardan bosib o'tishga harakat qiladi. Lekin bu cho'nayotgan qarsiga to'g'risini aytaman, meni mikrofonda gapirayotgan quvvatim ham tugab qolyapti. Qarsi yo'qligiga. Tayyormisan? Shopir aka tayyormi? Shu yerdan siz qilib va tushib ketib qoldingizmi? Ketdi bosdik endi. Ketdi. Bosavering. Bosdik. Qarsiylar bilan rahmat. Orqaga sekin qaytarasiz. Damasda bu tomoshani ko'rsatish eng qiyin joyi shuki, mana bu orqada turgan yigitlarimiz yaxshi bilishadi. Ey bolajonlar, o'tiringlar joylaringga. Rahmat. Ana mazza ko'ring, bosaverasiz. Ketdi bosdik. Bosavering. Ketdi. Qarsiylar bilan barakalloh. Hey! Ana endi Shopir aka ismingiz nima? Kim? Zikrullo aka, qarang, mashina orqasini u tarafga, oldini bu tarafga to'g'rilab berasiz. Mana bu ikkita turban o'rtasini joylashtirib tayyorlagan ko'rsangiz, ba'zi bir inson o'ylashi mumkin-da, mashinani orqa tarafi yengil bostirib o'taveradi degan insonlar bor. Gumon iymondan ayiradi. Mashina yurib kelsin, ikkala baloni ham qo'llaridan bosib o'tib ketadi. Lekin gapirishga ham, ko'rinishga ham oson. Qarsiy bo'lib tursa, bajarmasdan qo'ymaydi. Qani bosdik endi. Shu yoshmanman. Yoshim endigina 20 yoshda. Menga ota kasb, menga bobo kasb. Mashina yursin, ikkala balonni bostiring. Meni uchun emas. Mana dadamga qarsiy soling. Dadangiz hayot bo'lsa o'lmasin, bormi qarsiy? Hozir juda chiroyli manzara paydo bo'ladi ro'parangizda. Hech ko'rganmisiz yo'lda ota trassada mashina haydab ketayotganingizda ro'parangizda cho'zilib yotgan odamni ko'rganmisiz? O'zi xuddi mana shu holat bo'ladi, qarab turing. Ro'parangizda cho'zilib yotadi, siz bosib o'tib ketasiz. Bu qo'rqinchli holat, bilaman shofyor uchun. Lekin davradagi tomosha. Qarsiy bo'lib tursa bizdan tomosha. Qani ketdi. Yurmay turasiz, tayyor bo'ladi. Borgandan keyin ustiga chiqqandan keyin to'xtab olmang, bosib o'tib ketavering. Kelishdikmi? Haligi yo'lda ketayotganingizda tipratgan bo'lsa, ketib bosib o'tib ketamizmi? O'shani qilib bosib o'tib ketavering. Ha? Katta tezlikda bo'ladi. Sal tipratganning qattiqroq variantilar bu. Bosavering, ketdi bosdik. Rahmat, ketdi. Bosing. Joy, qarsiylar bilan barakalloh. Tutaman deb keladi, hamma umidvor bunda yutaman deb keladi. Necha asrlardan ko'p. Ana endi e'tibor bering, eng murakkab tomoshalardan biri. Qani Mahmudjon, olib kelinglar menga. Halol nafas oladigan tomog'iga Mahmudjon, mana uni bering, menga keyin qolgan ishingizni qilavering. Qo'limda turgan pichoqni halol nafas oladigan tomog'iga joylashtirib, Damas mashinasini bu tarafdan narigi tarafga olib o'tishga harakat qiladi. Lekin vaqt kelsa mashinani gaz yoki benzin